Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qadiruz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü İslağış kemen 22 yıl 6. ayının 20. günü. Havadan yağı tabiatını etkandı delbigen gün toxtuğan keçe ve gündüz tanışken bir gün, 20. gün. Yazın en ısık vakti, yani tomuzga kirge vakit deyli. Şunak, bugünkü vaziyet doğrusu da esa hürmetlik vatandaş. Mındaq bir abzası. Leksiyada Sıdığa Cirozi, Washington'dan sözdeyimiz. Vaziyet doğrusu esa mındaq bir. Amerika Avazın Xitay tili programımızda da şundaqlı Cüngög Nazar Torbitide. İki parça. Mazmun asas cihetini oxşaş desiniz buldu, lekin iki parça makale, haber, Cüngög Nazar Torbitide ilan qılındı 19. günü. Bunun münasibetlik mazmunu oxşaydıgan yana bir haber. Amerika Avazının Xitay tili programımız ilan qılındı. Evvel bu mavzularını dep aqaylı, sizlerge vatandaşım. Prezident Vladimir Putin bilen Reis Xi Jinping özara bir-biriga yel berişdi. Tahlil. Li Yu Cheng'nin emel derecesinin düşürülüşüdün biz körediğen oyullar teha aldığımızda. Mavzulu haber 6. ayının 20. günü Cüngög Nazar Torbitide ilan qılındı. Yani ikinci mavzu. Cumhuriyet hemkarlığıda Xi Jinping zaten neme dedi? Cumhuriyet matbuatları dodoklap kaldı o. Mavzulu haber 6. ayının 20. günü Cüngög Nazar Torbitide ilan qılındı. Üçüncü, yani şu mavzu oxşaş. Xi Jinping ile Vladimir Putin bir-biriga yel berişdi. Nemişqa? Reis Xi Jinping Vladimir Putin'den ayrılalmaydı ve Vladimir Putin'i taşdip etmeydi. Mavzulu haber 6. ayının 19. günü Amerika Avazının Xitay tili programımız ilan qılındı. 3 parça oxşaş. Ben bugün sizlerge bundan fakat bir parçanı tayyorlab keldim. Sebebi de sana mazmun asası cihetine oxşaş. Bunun ikincisiga nazar ağdursak, Cumhuriyet hemkarlığıda Xi Jinping zaten neme dedi? Bu degen gap Cumhuriyet hemkarlığını yılda bir qatım yoki nima Peterburgda iqtisod hemkarlık doğrusu sözdeydigan söz var iken, nutq var iken, şunu nutq sözlep dur Xi Jinping. Bunu haber qilgan vaqtida Cumhuriyet matbuatlar masalan xohishi dodoqlapdi. Bunun da asosli Rossiya Cumhuriyet iqtisodning qanday rivojlanganligi, qanday taraqqiy qildiganligi va bundan keyin qanday qilishi kerakli to'g'risi gap ekan. Bu yerda Shinhuashi dodoqildi degan bo'lsa, Reis Xi Jinping nima dedi? Nimani Shinhuashi e'lon qilanmadi? Gap mana shu yerda. İkincisi asas jihatdan bir-biriga o'xshash. Bu yerga siz biz diqqat qiladigan bir nuqta, diqqat qilib kelyapmiz. Oxirgi muhokimani ham shu to'g'rida so'zladik. Avvalgi 3 parcha leksiya medalmishning munosabatlik bu iş kaçan başlandı? Asaslığı 6. ayının 13. günü başlandı. Yani Lüksemburg şehrinde Cumhuriyet'in Taşqi İşlar Komitetinin müdiri yangıcı Aksaray Devlet Bexatarlığı Məsləhət Sıcaq Salibin söhbəti 13. günü. Bir yani məxsus mavzu qoyulubdu. Məsələn, Li Yu Cheng. Li Yu Cheng'nin emel derecesinin düşürülüşü 14. günü buna emel derecesi düşürüldü. Duyuyorsunuz, siz kütmegen, biz kütmegen bir mavzu aslında yetip geldi. Li Yu Cheng Taşqi İşlar Ministerliğinin muavin ministeri Cumhuriyet'in önündeki Çin Çuango. Hayran ben şu gün yazılar şunu sözler otamam ben yani bugün geldi demek ki boğunum. Bu 13. günüdün başlanğan bu iş bugün 20. günü o da 7 gün davamlaştı degen gap vatandaş. Yani bir yerde Li Cheng bu məxsus Rusiya işlərə, diplomatiya işlərə, Rusiya Cumhuriyeti münasibətə məsul adam ikən.
Endi bugün yani biz qayta isimiz kelgen bu içi gepni şundaq deyli. Çin Çuango Şinjan'a 5 yıl gubernatör bolgan adam Müstemlik Uyg'uristonga. Men dedim sizlarga vatandaşlar Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masala dedim. Şuna şu 7 kun ichida hozir Vladimir Putin prezident o'tirg'i chiqib nima dedi? Biz Şinjan meselesi, Tayvan meselesi, Hong Kong meselesi bo'yicha Jungoning ichki ishlariga aralashishga qarshi turamiz dedi. Men nima dedim vatandoshim, bu echildi yoki bir jumlada boshlandi. Mesela Vladimir Putin prezident Şinjan degan gapni bu qatim boshqa shaklda eg'izga oldi. Yani Jungoning ichki ishiga aralashishga qarshi turamiz dedi. Bu belki diplomatiya ibarəsidir. Yoki bu dastlab qadamda deydigan so'zdir, deyildigan so'zdir. Masalan, tuguni nada? Li Yu Cheng Rossiyaparast Jungo diplomatining darajasi tushirildi. Şinjan Uyghur Avtonom Rayoniga mustamlika Uyg'uristonga 5 yil gubernator bo'lgan Xitoyning amaldori Chen Quango'ning vazifasi o'stirildi emas, balki bir yezigilik guruhning tarmoq guruhning boshlig'i qilib tayinlandi. Tushirildi. Onun ümid kutishda, uning kutishlari, yuqori amalga chiqishlari, yetti changvi yoki yetti doimiy hay'atning birga kirishlari hammasi kupukka aylandi, cho'shga aylandi vatandosh. Şunu siz şunun diqqat qilingda tunugun o'tganda aytdim men, bugun yana vatandoshlarning samiga salay ki nemish 13-chi kuni ikki davlat o'rtasida Lüksemburg suhbati Amerika Jungo o'rtasida o'tkazildi. 14-chi kuni Tashqi ishlar ministri Li Yu Cheng anandan keyin Chen Quango voqeasi ko'tarib chiqildi. Jungo zodi kimga jilva qilmoqchi? Amerika Qo'shma Shtatlarga diplomatik jilva qilyapti. Butun dunyoga diplomatik jilva qilyapti. Demak, bu yerda hozir gapcha Johnsonning gapicha qarshilashayotgan kishimiz Xi Jinping Amerika boshchiligidagi g'arb lageri bilan Amerika boshchiligida g'arb lageri o'ttira qo'yayotgan masalalardan bosh tortayotganimi Rais Xi Jinping u holda mushu ikki kishini sahnaga elib chiqib, ularning amal darajasini tushirib, g'arb dunyosiga jilva qilayotgan siyosiy kuch Jungoda bu zodi qaysi kuch? Agar Xi Jinpingning o'zi deyildigan bo'lsa, biz o'tgan tungilikimiz so'zildik. Bu qatim Lüksemburg suhbatiga, Amerika Jungo suhbatiga qatnashgan Yang Jiechi 17-chi kuni Beijingda chaqirilgan Markaziy komitet siyosiy byuroning yig'iniga qatnashmadi. 18 nafar kishi qatnashadigan yig'inga 7 odam qatnashmadi. Buning ichida Yang Jiechi bor. Bu taxatunuguli Lüksemburg suhbatidan qaytib keldi. Hozir mush ahvoldan qaraganda vatandosh Jungnan Xayning ichi patparaq. Kim zodi qaysi kuch nimaga vakillik qildi? Kim zodi Jungnan Xayda ustunlikka erishdi, nimaga vakillik qildi? Onda yana birisi taqsilarga aytmabdi. 15-kuni prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping telefonda so'zlashgan kunning o'zida Rais Xi Jinping g'ayri bir harakat qildi. Sizlarga so'zigidek vaqt chiqarammiz vatan? Nima harakat desangiz, g'ayri harbiy safarbarlik harakati. Bu maqolasi gap ekan. G'ayri harbiy safarbarlik harakati deganning ma'nosi qarasangiz, urush qilmaymiz. Çünkü armiyasi urush kirmaydi. Lekin onun ikinci bir ma'nosi Jungo armiyasi shuningga yaqinroq bir ish qiladi. Masalan, qayerda qiladi? Bütün mamlakatni okrujni qilamdi, harbiy holat e'lon qilamdi, bütün mamlakatda harbiy boshqarishni yo'l qo'yamdi, yoki Tayvanga bir harakat bormi, yoki mustamlik Uyg'uriston yana boshqa bir harakat qo'zg'am. Shunday gumon qilamiz-da, nima deymiz boshqa.
g'ayriy harbiy safarbarliklar. Hatta bunun nizomnoma qonun bekitgan gap bor. 15-kuni juma bu esingizda bo'lsa. Mushu ishmi 6-oyning 15-kuni. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishlar vakili Linda Thomas Greenblatt Uyg'urlar to'g'risidagi dokladni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti darhol dunyoga e'lon qilasiz degan kunimi 15-kuni. Rais Xi Jinpingning g'ayriy harbiy ishlar safarbarlik harakati 15-kuni. 2 nafar amaldor, ya'ni Jungoda Rossiyaga munosabatlik juma Çin Gomaz Rossiyaga munosabatlik, xuddi tarixdagi Shinshisay Rossiyaga munosabatlik bo'lib qolgandek, bugun mushu Uyg'ur masalasi bo'yicha Çin Gomaz Rossiyaga munosabatlik bo'lib qoldi. 14-kuni 2 odam Li Yucheng andan Çin Gomaz. Birisi diplomat, muavin diplomat, birisi Uyg'uristonga gubernator bo'lgan edi. O'xshash chiqib qoldi. Men buni majburiy sig'dab turib tahlil qilayotganim yo'q. Paket shu vatandosh. Qachon siz Rossiya Federatsiyasida qaysi bir boshlig'ining yoki Vladimir Putinning yoki Yeltsinning qaysi vaqt o'tirg'i chiqib biz Xinjiang, Tayvan, Hong Kong ishlari bo'yicha Jungoning ichki ishlariga aralashib qarashtiramiz degani va yo'q. Faqat mushu navbatda, mushu qitimda prezident Vladimir shundaq dedi degan gap bu masala yangidan o'ttirg'i chiqib ya tarix o'zini ko'rsatib o'ttirg'i chiqib deb hukm qilsangiz bo'ladi berdi vatandosh. Buni bugun shunchaki tahlil qilaylik, lekin vaqt nima desangiz, yana bugun bu 3 parcha maqolaning o'xshash bir kunda 19-kuni Amerika Ovozi radiosi, 20-kuni Jungo Nazar torbiti, Tayvanliklarning torbiti. Bu 3 matbuot organining o'xshash mazmunda Rossiya Jungo munosabati, prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping o'tirishidagi munosabat. Andan keyin harakatda. Bu yerda amaldorlarning darajasi ko'tarish va darajasini tushirish degan masala bu diplomatiyada zo'r ish o'xshaydi vatandoshim. Masalan, biz oldimizda ko'rdik, 12-oyning 23-kuni o'tgan yili Prezident Joe Biden Uyg'ur qonuniga imzo qo'ydi, Mashanru Xinjiangga keldi, Xinjiang Xinjiangdan ketdi, shundami? Bu demak amaldorlarni almashtirish orqali xalqaro siyosatga, xalqaro talablarga, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari qo'yayotgan talablarga javob berish bu bir o'zi gap ekan vatandosh. Shuni ko'rdik mana. Tarixda ayni vaqtda shundaq-ku. Masalan 1945-yili 5-oyning 28-kuni shu vaqtga Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlari kotibi, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Johns Hopkins Moskvani ziyorat qildi vatandoshim. Qaytar chog'ida Moskvadan bevosita Urumchiga tushdi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon emas, u vaqtda Xinjiangning poytaxti Urumchiga tushdi. John Hopkins. Tushundingizmi? Bu kim yozdi buni? Amerikalik siyosat tarixchisi John Garver apandi yozdi. Raqiblar va ittifoqdoshlar degan kitobda. Demak, shu vaqtda Urumchiga tushib, Shinshisay to'g'risida gap qildi. Shinshisayni hokimiyatni yiroqlashtirish, ketgan bo'lsa elib kelmaslik. Shinshisayni cheklash, Shinshisayga xotim berish. Shu vaqtda Rossiya Jungo munosabatini yaxshilig'i bo'ladi degan mazmunda so'zildi. Tushundingizmi? Bugun endi siz diqqat qiling. Rossiyaga munosabatlik, masalan, Li Yucheng, andan keyin Xinjiang. Bu 14-kuni tuyuqsiz o'ttirg'i chiqdi. Qaysi kundan keyin 6-oyning 13-kuni Lyuksemburg suhbati, Jungo Amerika yuqori darajaliklar suhbati. Masalan, Jacques Sullivan bilan Yang Jiechi suhbati. Mushundan keyingi bo'layotgan ishlar shu qatorda hisobda 7 kun uzilmay kelayotgan ish sifatida bugun sizlarga men bu leksiyani tayyorlab keldim. Ma 5 yillik ish o'zimning o'ylaganlari bo'yicha sizlarga muhokama shaklida topshirdim vatandoshlarim. Endi leksiyaning o'ziga kelamiz.